Tog'ay Murod o'zbek adabiyotining mashhur yozuvchilaridan biri, zamonaviy nasrning yorqin namoyandasi hisoblanadi. U 1948-yil 3-fevralda Surxondaryo viloyati Denov tumanida tavallud topgan. Tog'ay Murodning asl ismi Mengnur Qo'ziyev bo'lgan. O'zbek adabiyotining mashhur yozuvchilaridan biri bo'lib, u Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi qishloq maktabida tahsil olgan. Tog'ay Murod bolaligida oddiy qishloq maktabida o'qigan. Yozuvchi 1972-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Asar qahramoni orqali muallif o'z yoshligini, qishloq hayotini, inson ruhiyatidagi nozik kechinmalarni tasvirlaydi. Uning asarlari o'ziga xos lirik va epik til bilan yozilgan. Dastlab kichik hikoyalari, ocherklari e'lon qilingan. Birinchi yirik qissalari bu Yulduzlar mangu yonadi, Oydinda yurgan odamlar, Odamlar nima derkin, Momoyer qo'shig'i kabi qissalarida qishloq hayotiga xos manzaralar aks etgan. Ularda halol, oqko'ngil, to'g'ri so'z, mard o'zbek kishilarining betakror obrazlari yaratilgan. O'zbek adabiyotining yutug'i sifatida e'tirof etilgan bu qissalar tilning shoirona jozibadorligi, xarakterlarning yorqinligi, milliy ruhi bilan ajralib turadi. Tog'ay Murod asarlarida qishloq odamlarining hayoti, milliy qadriyatlar, inson ruhiyati, hayot haqiqati juda ta'sirchan va real tarzda tasvirlangan. Ayniqsa, Otamdan qolgan dalalar asari uning eng mashhur romani hisoblanadi. Bundan tashqari Jek Londonning Boyning o'ljasi kabi asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Yozuvchi Tog'ay Murod 1999-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlangan. Uning asarlari qahramonlari ruhiyatidagi o'zgarishlar, qishloq hayotining chinakam tasviri va falsafiy teranligi bilan alohida ajralib turadi. Tog'ay Murod o'zbek adabiyotida xalqona til, ta'sirchan obrazlar va hayotiy voqelikni mahorat bilan yoritgan yozuvchi sifatida e'tirof etilgan.